Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ko'rgazib o'tadigan narsalarimiz Abbos akamizning meva-cheva, poliz ekinlari, hamma narsalari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Magazinlaringiz bo'lsa, qalagan narsangizni tez, sifatli, toza narsalarni yetkazib beradi. Abbos aka, bu yerda no'v mahsulotlaringiz bor. Bir qator tanishtirib o'ting. Barcha mahsulotlarimiz bor. Piyozdan tap kerchga, yashilgacha, meva-chevalarimiz tur turidan bor. Rediska, hammasi sviji, pomidor, mandarin, mayda mandarin, bolgarskiy bruslarimiz bor. Hamma narsa sviji. Chaqchuqlarimizgacha bor, optim bahada hamma narsalarimiz. Chaqchuqdan tortib poliz ekini deysizlarmi, meva-cheva bari sviji, toza ko'rib olaverasizlar. Yana bu optim ekan. Do'koningizda o'tirib shunday telefon olasiz, app qilib tushirib berib ketadi. Sizlarni xursand etib borib kelib yurish shart emas ortiqcha. Bundan tashqari Abbos akam quru do'konlarga emas, uyingizda to'y, ma'raka bo'ladigan bo'lsa, onday nelarga-da cheklanmagan miqdorda yetkazib beraman deydi. Toza, sveji ko'rib olaverasizlar. Mahsulotlarni umuman gap yo'q, garantiya. Abbos akamning nomerlarini ostına qo'yib o'taman. O'zingiz telefonda gaplashib, xudo xolasa chiroyli etib olsanglar bo'ladi. Videolarimizni kuzatib boring, bir like bosib, kuzatganingiz uchun katta rahmat.